Men Tojdin Rizvon, Ovozi Tojik radiosi bosh muharriri. Shuni aytishni istadimki, bugun biz uzoq tanaffusdan so'ng va ikki davlat rahbarlarining mashaqqatli mehnatlari tufayli birinchi bo'lib o'z ijodiy jamoamiz bilan Dushanbe Toshkent yo'nalishida poyezd harakatining guvohi bo'lyapmiz. Aytish joizki, bu kun va biz hozir guvohi bo'layotgan voqealar do'stlik, birodarlik, o'zaro ham jihatlik va qo'shnichilik ramzi bo'lgan Tojikiston tinchligiga hissa qo'shadigan muhim sana arafasida turibmiz va bu mintaqa mamlakatlari va dunyo hududlari bo'ylab do'stlik sayohatiga chiqish havodek muhimdir. Abu Abdulloh Ro'daki tomonidan Abu Daryo qo'midan olingan Tojik xalqining 10 ming yillik sivilizatsiyaning do'stlikning sodiq tarafdori Tursunzoda bor. O'ylaymanki, do'stlik ruhi biz tojiklari O'zbekiston xalqiga yanada yaqinroq bo'ladi va bu yangilik dunyoning boshqa davlatlari uchun ham yo'l yo'riq bo'ladi degan umiddaman. Yashashin xalqlar do'stligi va qardoshlik do'stligi.